Assalomu alaykum akalar, ukalar, kanalimiz a'zolari. Ismim Bahramjon. Bugungi izlanamiz 42 ga 18 bo'lgan Namangan viloyati Chortoq tumanida. Hozir shu izlanamizni nech pulga bitayotganini to'g'risi aytib boramiz. Bitta 1 metr materiali konteyner profillar nech puldan bo'lishini aytib boramiz. Usta haqqi material hammasi ichida qilib beramiz. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Bu firmalarimiz 18 metr bo'lgan. Sentri 2,5 metr. Shotli variantda bo'lyapti. 2 bo'lim qilinadi. Bu yerda omborxona quryapmiz, xudo xolasa. Har bitta mana firmalarimizni stoykalari bor, yakkali holatda bular. 1 metrdan qo'yiladi. Ili mana pastdagilari. Bularda orasi 60 sm, 30 sm stoyka qo'yiladi. 60 sm zilgalar qo'yilgan. Bu yerdagi firmalarimiz mana. Har bitta firmamiz 2 bo'linib yasalgan. Buni metrga qiziqayotganlar 1 metr mana yakkali holatda 20 ming so'm to'g'ri keladi. 30 metrgacha bez ustun bo'ladi. Bu razmerga chiqaradi bu. Uy-tom, mansard, omborxona, to'yxona, katta-katta ofislar, omborxonalarga yasaveradi. Shotlaydi. Tepasi korobka, pasti ham korobka, ili 3-variant davayna, u ham korobka. Qolgan hamma yo'q yakkali bo'lgan. Uzunligi 2.60 bo'ladi bu yakkali variantda. Ugonligi. Tepasida shivillilari 2.60 dan mana shunday qilib stiklanib har qanday razmerga yasab chiqariladi. 1 metr 20 ming degan sababi 1 metr korobka qilinsa 40 ming so'm bo'ladi. Uning ichida usta haqqi material olib borib o'rnatib berish xizmatlariga ichida bo'ladi. Oddiy bozor temirlarida ham 1 metri 35 ming 40 ming. Unga usta solasiz. Kvadrati 60 ming qiladi usta tomda. Bu materialda puliga joyis tayyor bo'ladi. Ancha arzon tushadi. Bozor temir 1 metr 40 ming bo'lsa, kvadratiga 7 metr 8 metr ketadi bozor temirdan. Bu degani 15 ming usta haqqi. 55 ming to'xtaydi sizlarga. 55 ming 60 mingga. Ili tunikasi davayna, uni 15 ming yopadi kvadratini. Sizlarga 65 ming 70 mingga tushib ketadi. Bu esa 40 mingdan tushadi. Material hamma narsa ichida bo'lib yopiladi tomlar. O'zbekiston bo'ylab xizmatimiz, aloqaga chiqarasizlar pastda. Raqamni qo'yib qo'yamiz. Kanalimizga kirib ko'rsanglar, qolgan videolarimiz ham bor. Har xil variant yopilgan tomlarda qilgan ishlarimizni xudo xolasa qo'yib boramiz kanalimizga. Kanalimiz nomi Foyda Uzubi.